Farg'ona shahrida ko'chma montxona qilib bergan edik. O'zimizni uyimiz oldiga qilingan bu. Safardaligimda buyurtma berishgan edi. Necha metr edi bu? 9 Ha, esda yo'q ekan egasini ham. 9 ga 4 qilingan adashmasam. Hamma yoq hisob-kitob qilingan, endi qayerdan nima olib kiriladi, qayerda xo'randalarga beriladi. Bu tomonda eshik qilishgan ekan. Qaranglar, do'kon ko'chma qilinganligini sababi ertaga misol ko'chishga to'g'ri kelib qolsa bemalol olib ketay degan niyatda qilingan. Ichkarilarni ham bir qator ko'rsatib ko'ray. Uzoqdan bo'lsa ham jihozlarini, pribor hamyoni o'zlari kelgan, bizdan kelgan olib kirishgan. Lekin zo'r joyga qo'yilgan, yo'lni bo'yi. O'z naryoqda ham nark tomonda edi avvalgi joyi. Buyoqqa qilishgan. Sizlarga mana narsa kerak bo'lsa bemalol olib chiqinglar. Plus belgisini qoldirsanglar kommentariyada lichkaga narxini tashlab beraman. Fasadi tunikadan qilingan, poli dekor, devori dekor plus patologiya ham poli linoleum qilingan, pol taxta qilib. Qisqasi 500 dan ortiq do'konlar qilganmiz. Samarqand tomondagi mijozlarga, Farg'ona shahridan vodiydagi mijozlarga qilingan. Qisqasi bemalol aloqaga chiqaveringlar. Sifat masalasida ancha-muncha ustalar bilan, shunaqa ko'chma do'kon qiladiganlar bilan tortisha olamiz. Narx masalasida ham tortishamiz, chunki bizniki narxi balandroq, puliga yarasha bo'ladi. Orqa tarafda oyna qo'yilgan ekan, nima uchun yopishib yubordi bilmayman, lekin bu ham hisobga olingan. Menimcha bu tomondan odam o'tganda ko'rishlik uchun bo'lsa kerak.